Biz ma'lumotlar bilan ishlatganimizda turli xil trade-off'lar qilishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni bu nimanidir plusi bor, nimanidir minusi bor. Xo'p, bizda nimalarni plusi bor va nimalarni minusi bor deb savol berishingiz mumkin. Hamma narsa o'zini plus minuslari bilan keladi. Va ushbu darsimizda biz table'larni ikki xil dizaynni ko'rib o'tamiz. Ya'ni row, column store yoki row store yoki column store haqida gaplashib o'tamiz. Demak, bu arxitektorik jarayon hisoblanadi. Ya'ni siz uni odatda o'zingiz qaror qabul qilasiz, ya'ni bo'ladigan vaziyatga qarab. Demak, row store. Ma'lumotlarni agar biz row shaklida saqlasak, ya'ni nima bo'ladi? Ya'ni qatorlar. Bu biz default, ya'ni PostgreSQLda saqlaydigan holatimiz. Ya'ni bizda row ID bor, name bor va salary degan kolumnlarimiz bor ekan. Row ID odatda ko'rinmaydi, bizga ID o'zi ko'rinadi. Men shunchaki qo'shib ketdim bu yerda. Ko'rib turganingizdek, ma'lumotlar biz o'ylagan tartibda, shaklda saqlangan. Endi bizda keyingi holat bor, bu column store, ya'ni ma'lumotlarni column ko'rinishida saqlash. Demak, arxitekturada bunday ko'rinish o'zi bizga nimaga kerak degan savollar berishingiz mumkin. Bunga shoshilmang. Column store'da nimalar bo'ladi? Biz har bir columnni alohida saqlaymiz. Ya'ni table sifatida saqlaymiz. Misol uchun, falonchi student ID degan table ochdikda faqat ID'lar saqlaymiz. Student name degan table ochdikda faqat name saqlaymiz. Student salary dedikda faqat oyliklarni saqlaymiz. Student oylik nima qilsin deyishingiz mumkin. Misol uchun aytibman, balkim studentlarda bordir. Demak, bizda row store va column store o'rtasidagi farq mana shunday. Ya'ni ma'lumotlarni qanday shaklda saqlash. Keyingi darsimizda biz ularni trade-off'lar haqida gaplashamiz.